Buyuk tarixchi Gerodot qadimgi Xorazm haqida nimalarni yozgan? Keling 5-asrga sayohat qilamiz. Gerodot o'zining tarix asarining boshida Fors donishmandlari Yevropa va Osiyo o'rtasidagi ilk to'qnashuvlar haqida nima deganini bayon qiladi. Men Osiyoning uzoq va qumli hududlari haqida so'rab surishtirganimda, donishmand forslar menga Amudaryo ortida joylashgan g'aroyib bir o'lka, qadimgi Xorazm haqida so'zlab berdilar. Ularning aytishicha, bu o'lka Amudaryo bo'ylarida qadimdan yashagan xalqning yurti bo'lib, ular suvni jilovlab, cho'l bag'rida hayot yaratgan. Qal'alar qum ustidan ko'tarilgan, karvonlar esa uzoq mamlakatlardan kelib shu yerda to'xtagan. Donishmandlar bu yer haqida shunday der edilar: Xorazm daryo va sahro o'rtasida yashirinib yotgan qadimiy o'lkadir. Men esa bu hikoyalarni eshitib shunday deb yozdim.